Agarda siz Writing Task One'ni qanaqa qilib qisqa muddatda sifatli o'stirishni bilmayotgan bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Writing Task One'ni o'stirishda har xil resurslar yoki har xil uslublarni qo'llash mumkin, lekin bugungi videoda Ryan Higgins's Writing Task One deb nomlangan kitob haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni обязательно oxirigacha ko'ring, sababi videoning oxirisida kitobdan ham muhimroq bo'lgan ma'lumotni berib o'taman. IELTS Academic Task One'ning foydalari ko'p, faqatgina hozir 3 tasini sanab o'taman. Birinchi navbatda Ryan o'zining kitobida Writing Task One'ga qanaqa yondashish kerak va o'zi Task One essay task bilan qanaqa farqi bor va uni qanaqa yozish kerakligini kitobida tushuntirib o'tadi. Ikkinchi eng katta foydasi, bu kitobni bitirganingizdan keyin sizda IELTS Task One'da qanaqa yozish bo'yicha structure paydo bo'ladi. Structurengiz bo'lsa, tez va oson va tushunarli yozishni boshlaysiz. Uchinchi asosiy foydasi, kitobda Writing Task One'da qanaqa qilib yuqori bahoga yozishga yetarli bo'ladigan vocabulary bank berib o'tilgan. Avvalambor rahmat oxirigacha ko'rganingizga. Endi asosiy ma'lumotga o'tadigan bo'lsa, ushbu kitob menda PDF formatida bor, lekin bu narsani men ommaga tarqata olmayman. Sababi bitta narsani bilishimiz kerak. Ushbu kitobni yozgan odam bunga narx qo'yib, pulga sotish maqsadida yozgan. O'sha narsani tekin formatini yoki tekin tarqatib, deylik, piratskiy variantlarni tarqatib yuborish o'sha narsani tekinga olgan odamga, o'quvchiga ilm yuqmasligiga sabab bo'ladi. Sababi baribir dinimizda ham aytilgan, hamma narsani halol qilish kerak. O'sha odamni, kitob yozgan odam baribir norozi bo'ladi, uning kitobi tekinga tarqab ketib qolsa. Shuning uchun faqatgina bu kitob emas, balki boshqa kitoblarni ham har doim o'sha yozgan odamni rozi qilgan holatda olishga harakat qilaylik. Sababi faqatgina shu holatdagina, endi to'g'ri avvalambor niyatga qarab qilinadi, lekin shu holatdagina ilm zo'r yuqishni boshlaydi, xudo xohlasa.